Mehmonlarimiz ham kelishni boshlashdi. Hammadan vaqtli Adajon oyijon kelishdi. Sababi Adajon firmenning taomlarini tayyorlashlari kerak edi. Birozdan keyin onajonim, opa-ukalarim, jiyanlarim va oilamizning eng kichkina a'zosi Samirichka ham yetib kelishdi. Бабушка, здоровьте, бабушка. Гениально. Nima esimizdan chiqdi har doimgidek? Toping. Nonmi? Orada esa drujba slujba degandek uyimizni mehmonlarga topshirib ishga ham chiqib keldik. Bu xonadonga 1 yil avval ham kelgan edik. Bu yil ham chiroyli tarzda yana bir kichkintoyni qarshi oldik. Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Ba'zida chaqonligimga o'zim ham qoyil qolib ketaman. Ishga darrogina borib kelib, yana kelin bo'ldim. Qaynona kelinni o'xshashligimizni qarang. Ikkalamiz ham melda qilib yotibmiz. Gaplashib o'tirgunimizcha Adajonning firmenning taomlari ham tayyor bo'libdi. Uroqda yo'q, mashoqda yo'q, ovqat pishishi bilan xuddi man pishirgandek ko'rinsin deb video uchun darrov Adajonni oldilariga kelib oldim. Lekin ishoninglar, bu taomni yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Butun oilamiz bilan sevamiz bu ovqatni. Bay. Butun ro'za davomida Adajondan rosa iltimos qildim va nihoyat erishib mazza qilib yeb oldim. Taomlanib bo'lganimizdan keyin bolajonlarni ham, kattalarni ham xursand qilish maqsadida hammaga hayitlik sovg'alarini ulashdik. Bularning xursandligini qarang. Har biriga yoqadigan sovg'alarni topish oson bo'lmadi. Sovg'alar ichida eng yoqqani kvadratkopter bo'ldi. Hammani hayratda qoldirdi o'zi ham. Летает это! Ух ты! Va oxirida kattalarga eng zo'r sovg'a bu qurug'i deb topshirdik va evaziga chiroyli duolarni oldik. Oltin olma duo oldi bejizga ichmaydi. Baxtimizga duogo'ylarimiz va yaqinlarimiz sog' bo'lsin. Hammaga hayit bayrami muborak bo'lsin.